Bir kuni bir odam o'zini onasini menga yomonlab, qaynonasini juda maqtab ketdi. Meni onam deydi, ahmoqroq odam deydi, ayol deydi. Qaynonam nihoyatda aqlli, o'qimishli odam gapiryapti, o'qimishli odam. Qaynonam oğlima, qaynonam undoq. Onam meni o'qimaganam. Onam juda ham johila deydi. O'sha johil esi past o'tgan onangni qadamini ostida jannat, aqlli qaynonangni oyog'ini ostida emas. Do'stim, ja o'qib zo'r bo'lib ketibsan dedim. O'sha aqli past onangni qadamini ostida jannat. Dono bo'lgan, aqlli bo'lgan qaynonangni qadamini ostida emas. O'sha seni jon berib, jon olib, ko'tarib yurib, qiynalib tuqqan onangni qadamini ostida. Qaynonangniki o'zini o'g'liniki uning oyog'ini ostida. Shunday gumrohlar bor. Onasi bilan qaynonasini farqiga bormay qolgan. Onadan shunchalik xabar olmaydiki, qaynonadan ko'p xabar oladi. Yo'q. Ona otani roziligiga deb qo'yibdi Alloh. Boshqasini aylantirmagan. Gapini qilmang onani. Ona aytgan ishlarni qilmang. Pul ham bermang. Ona sizdan kechadimi? Endi hayotda qizini qo'yib yuboringchi. O'sha aqlli qaynonangizni qizini qo'yib yuboringchi. Eng birinchi bo'lib qarg'aydigan o'sha bo'ladi. Onangizni ming marta xafa qilib, bir marta oyijon desangiz, bolaga jonim deydi. Onangizdan bekitib yedirib bolalaringizga, xotinlaringizga olib berib yedirganingizda o'sha sizni topganlaringizni yeganlar esiga kelmay qolgan paytda onangiz bolam kelmay yotibdi deb kutib o'tiradi. Hammasi sizni pulingizga, biron narsa olib kelishingizga intiq bo'lib tursa, onangiz o'g'lim sog' salomat ko'chadan kirib kelarmikin, diydorini ko'rarmikinman deb turadi. Sizga hamma boshqa narsa uchun xushomad qilsa, onangiz bolasi bo'lganligingiz uchun yaxshi ko'rib xushomad qiladi. Hech kimni onaga teng qilmang. Hech kimni onaga teng qilmang va onani o'rnini hech kim egallolmaydi. Hech kim ona bo'la olmaydi. Bir miyasi aynib qolgan ayol bo'lardi. Hammani urgani yugurardi. Bolasi to'xta desa, 7 yashar bolasi chiqib to'xtab bolasiga qarab jim bo'lib qolardi. Boltani olib chopayotgan, o'ldiraman deyotgan jinni ayol 7 yashar bolasi shunday ko'rinib, tasha boltayni desa, tashab jim bo'lib qolardi. O'sha miyasi aynigan ham bolasini yaxshi ko'radi. Bolasini taniydi. Hech qachon onadan hech kimni ortiq ko'rmang. Onangizdan bolangizni, xotiningizni, qaynonangizni ortiq ko'rdingizmi? Siz 3-10 darajadagi odam bo'lib qolasiz Alloh taolo huzurida.